Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube'da mashhur bo'lib, millionlagan prosmotr olib kelgan bodringli salatni birgalikda tayyorlaymiz. Bodringlarni yirik to'g'rab, ko'kat, chesnovlarni to'g'rab olamiz. Pomidorni bo'lsa chopperdan o'tkazib olamiz. Chopper yoki misarovkadan chiqarilgan pomidorni kattaroq idishga solib, ustiga bolgarskiy solamiz. Aralashtirib olovga qo'yamiz. Qaynab chiqqandan so'ng 10 minut qaynatib, ustiga to'g'ralgan bodringlarni solamiz. Bodringlarni ustidan tuz, shakar hamda yog' solamiz. Qora murch solish ham esingizdan chiqmasin. Yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirganimizdan so'ng ozgina xohlasanglar garmdori solishingiz mumkin, xohlamasanglar solmasanglar ham bo'ladi. 10 minut qaynatamiz. 10 minut qaynagandan keyin chesnok hamda ko'kat, uksus solib bitta aralashtirib, olovini o'chiramiz, tez-tez yopib, o'rab tashlaymiz. Juda ham mazali, zo'r salat bo'ladi. Ayniqsa qishda ovqatlar bilan maza qilib, mana duo qilib yeysizlar. Shu paytgacha bu salatni kim yopgan bo'lsa, hammadan rahmatnoma eshitganman. Ayniqsa YouTube kanalimda video tagida rahmatnomalar juda ham ko'p. Sizlarga ham ilindim.